katta ryukzak olsammikin yoki kichkinasinimi degan savol qiziqtirayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Qaysi biri yaxshi? Ko'rib chiqamiz. Ikkala ryukzakimiz ham Pekano brendiniki, sifatlari bo'yicha bir xil, farqi faqat katta kichikligida va funksionallik jihatida. Kattamizning bo'yi 40 sm bo'ladi, kichkinamizning bo'yi 30 sm bo'ladi. Katta ryukzagimizning oldilarida terma oddellari bo'ladi. Bu butulkalar, kashalarni solganingizda haroratini o'sha berish uchun xizmat qiladi. Orqasida ham zamoklari bo'ladi. Bu pamperslarni olib qo'yish uchun mo'ljallangan, hattoki ishlatilgan pampersni qo'yish uchun klyonkali cho'ntagi ham bo'ladi. Cho'ntaklari ham manjetli qilib ishlangan va salfetkalar uchun mo'ljallangan. Kichkinasida esa bunaqa funksiyalari bo'lmaydi. Oldi cho'ntaklari bo'lgani bilan bunda terma oddel bo'lmaydi va orqasida ham hech qanaqa zamoklari bo'lmaydi. Yon tomon cho'ntaklari ham oddiy qilib ishlangan. Endi bo'lsa tanlov o'zingizdan, sizga katta ryukzak qulaymi yoki kichkinami? Albatta ko'tarib ketishga qulay deb hisoblasangiz, kichkinasini olganingiz ma'qul. Funksional jihatidan kattasini tanlasangiz, bu sizga zo'r xizmat qiladi. Ryukzaklarimizda Pekano brendiniki faqatgina original varianti. Buni har xil ranglardan bor. Hamma ranglari bir-biridan chiroyli. Bemalol tanlab olsangiz ham bo'ladi.